Bugun noodatiy kontent bo'ladi. Rasmiy ravishda joniga qasd qilgan, lekin ayrim dalillar buni suiqasdga gumonlantirilayotgan Nozima haqida gaplashamiz. Nozima Koreyada o'zini osib o'ldirganligi haqida xabarlar internetda tarqab yotdi va bu yerda meni diqqatimni tortgan 3 ta holat bor. Birinchisi bu albatta manipulyativ kontent. 12 qismli kontentni ichida maksimalni emotsiyalarga triggerlik qilishgan. Baqiriqlar, nasihat, homiladorlik testi, spirtli ichimlikni idishi, nikohsiz yashash. Nimaga bularga urg'u berilyapti va buni 12 qismning ichida yoritib borishadi. Buni tagida manipulyatsiyaning maqsadi u bunga munosib edi, u bunga loyiq edi. Ya'ni shunaqa o'lib ketsa ham to'g'ri bo'ldi. Bir fohisha ketsa degan xulosa yotdi. Mana shu xulosaga olib kelish uchun ular 12 qismli videoni chiqarishgan. Ikkinchi meni hayron qoldirgan va sezmaslikning iloji bo'lmagan dalil predmetlarga ikkilanmasdan aniq harakatlar bilan borilishi. Aynan rakvinani va rakvinaning ichidagi idishlar ichidan spirtli ichimlik shishasini topilishi yoki shkafda kitoblar, suvenirlar turgan joyning orasidan homiladorlik testini topilishi. Oddiy odamlar ham o'zini uyida bunaqa aniq harakat qilmaydi. Bu yerda tasodifdan ko'ra oldindan aniq bilingan harakat borligi bilinib turibdi. Eng muhim detal o'lim oldidan xat. E'tibor bergan bo'lsangiz, u yerda ism noto'g'ri yozilgan. Ism bu insonning eng kuchli avtomatik reaksiyasi. Sizni ko'chada ismingizni istalgan odam chaqirsa, ikkilanmasdan orqangizga qaraysiz va inson eng birinchi ismini yozishni o'rganadi. Qadim-qadimdan razvedka xizmatidagilar, ya'ni josuslarni aynan ismiga reaksiyasini pastlatish va boshqarishi uchun kuchli psixologik amaliyotlar va treninglar mavjud. Ya'ni oddiy inson bu uslubda xato qilishi nikak nevozможно. Eng kuchli stress holatida ham inson o'zini ismida xato qilishi mumkin emas. Xullas, mana shu 3 ta qism meni qattiq e'tiborimni tortdi va ayni mana shu joylariga ham boshqalar ahamiyat berishdi va tergov jiddiylashishni boshladi. Meni pozitsiyam oxiri qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, oqlanadimi, qoralanadimi, men adolat tarafdoridaman va Nozimaga adolat challenge'ida qatnashishga qaror qildim.